أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugünkü dersimiz bo'lsa As'ad as-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va Adillatuhu nomli bu kitobning tahorat ilish joiz bo'lmaydigan sular degan yerga keldik. Musannif rahimahulloh deydiki la yajuzu at-tatahhuru bil ma'il qalil alladhi waqa'at fihi najasa. La yajuzu at-tatahhuru bil ma'il qalil alladhi waqa'at fihi najasa. Yani nijaset tushgan az su bilan tahorat ilish joiz bo'lmaydi. Nimish qadisa li qawlihi sallallohu alayhi va sallam la tabul fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma taghtasilu minhu. Peygamber sallam diyen ki sen akmaydigan, davamlı turdigan suğa simigin. Andinkin o sudun guslu kılırsan. Diyen dedi. Fakat amara. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suni nicasetin saklaşkı buyurgan idi. Ve hada nehi. Bu nasıl bir nehidir. Yani suğu simigin diyen gap bir çekleme. Ve nehyu anis şeyi emrun bi ziddihi. Suğu simegen degan gapning ma'nosi, ya'ni uniki ziddiga buyurishdir. Ya'ni suni pak saqligi, suni pak saqligi degan bo'ladi. Va qala alayhissalom payg'ambar alayhissalom deganki, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Payg'ambar alayhissalom deganki, biringlar aqmaydigan suga, to'lqin suga junublik holatida g'usl qilmasin. Biringlar akmaydigan suda junubluk halatida g'usl qilmasin degan edi. Faqala ravi dedi ki kayfa yafalu ya Abu Hurayra ya Abu Hurayra amis qanday qiladi akmaydigan su bo'lsa quduq yoki degandek ko'lchak bo'lsa bu suga g'usl qilmasa bo'lsa qanday yuyinadi deb bir so'rab edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi ki yatanavaluhu tanawulan uni qudumida ilib usib turib bunda qudda ilib turib qallas qo'ydi yoki qachi bo'lsa qachida ilib qallas qo'ydi. Suv tushmay turib, shuni yaxshi turib yuyinadi deb shunday deb javob berdi. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Man ightarafa min ma'in wa huwa junubun fama baqiya najasun. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu deganki, kimki bir sudin urishlab olsa, ya'ni va huwa junubun, kimki junublik holatida sudin urishlab olsa bir sudin fama baqiya najasun. Qolgan suv hammasi nijisdir. Qolgan suv hammasi nijisdir degan. Demak, bu yerda urishlab olsin bo'lmaydi degan gap chiqadi. Qanday qildi? Qachida usib hep yuyinadi degan gap. Demak, bundan chiqadigan xulosa, ya'ni eqib turadigan daryoga, cho'ng dengizlarga, masalan, cho'ng dengizlarga, okeanlarga tushib bo'laverdi, shaytonlar olib qolgan, junublar qolgan. Ammo ko'lchaklarga, aqmaydigan to'lqin sularga qanday qilib desa, chilaklab elib, suni boshqa yerga olib yuyinsa bo'ladi degan gap chiqadi. Demak, bu yerdagi masala shu oz suv bilan tartibda jo'jamaydigan gapdan, ya'ni suv agar 10 gaz bo'lsa, bu suv ko'p bo'ladi, oz suv bo'lmaydi. U joyda nijosatni ko'tara oladi. Ammo 10 dan kichik ko'lchak degan gap yerdagi. Aqmaydigan sular, shundan kichik. Shu sularda ondan agar junubdan biz g'usl qo'ysak, joyda suvni bir necha chiqadi degan gap. Endi wala yajuzu at-tatahhuru bil ma'i alladhi ghalaba alayhi lawn najasa. Endi tahorat ilish nijosatning rangi uningga g'olib bo'lgan suv bilan joiz bo'lmaydi. Nijosatning rangi g'olib bo'lgan suv bilan tahorat ilish joiz bo'lmaydi. Masalan, nijosatning rangi sariq bo'lsa, suvning rangi degan ko'k bo'lsa, suvning rangi sariq qaynab ketgan bo'lsa, qolmaydi, bu suv bilan tahorat qilinmaydi. Aw rihuha yoki furuqi yoki ta'mi o'zgarib ketgan suv bilan tahorat ilish joiz bo'lmaydi. Nimish qadisa lima rawa Abu Umamah al-Bahili radhiyallohu anhu. Abu Umamah al-Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni jittidan. La yunajjisul ma'a shay'un. Suvni hech qanday bir narsa nijis qilinmaydi. Illa ma ghayyara rihahu aw ta'amahu. Faqat lam suvning furqini o'zgartib o'tgan yoki ta'mini o'zgartib o'tgan narsa suvni nijis qila oladi degan hadisni jittidan. Xo'sh. Va rawat Tahawi va
İmam Tahavi rivayet kılgan rivayetini cidden. Raşid ibn Sa'd'in rivayet kılgan el-ma'u la yunajjisuhu şey. Su yani suni hiçbir narsa necis kılanmaydı. Fakatlam sunun rengiga yoki ta'miga yoki puruqiga g'olib bo'lgan narsalar suni necis qila oladi degan. Xo'sh. Va la yajuzu at-tatahhuru bil ma'il musta'mal. Endi yana bir suv bo'l, yana bir xil suv. Tarat elishqi bo'lmaydigan suvdan yana bir xil bo'lsa ma'i musta'mal, ishlatilgan. Ishlatilib bo'lgan suv bilan tarat elish joiz bo'lmaydi. Endi ishlatilgan suv degan gap bizniki lug'at jihatdan aytsa bir qatim ishlatib bo'lgan suv degan gap. Lekin bu yerda ishlatilgan suv degandan umumat emas. Balki ya'ni taharat elish uchun ishlatilgan. Taharat elish uchun ishlatilgan suv degan bo'ladi. Buning tafsiloti bor to'g'ri. Va huwa ishlatilgan suv deganimiz mastu'mila li rafi hadathin degan taharatsizlikni ko'tarish uchun ishlatilgan suvdir. Avli qurbatin yoki qurbat uchun. Ya'ni taharat ustiga taharat elish uchun ishlatilgan suvdir. Fal avval birinchisi ya'ni taharatsizlikni ko'tarish uchun ishlatilgan suv deganimiz masalan kavdu'il muhdisi bila niyya. Masalan taharati yo'q odam taharatni niyat qilmasdan taharat olgan bo'lsa suv mustamalga aylanadi. Adam taharati bo'lmasa va hech qanday niyat qilmadan taharat olgan bo'lsa bu suv may mustamalga aylanadi. Agar niyat qilib olgan bo'lsa bir tariqa avla may mustamalga aylanadi. Va thani ikincisi kavdu'il mutavaddi bi niyatil qurba. Yani taharat oluvchi qurbat niyati bilan taharat olgan o'xshashmasdan. Bu odam taharat olish degan men taharati bor odam demoqchi. Mutavaddi degan nima? Taharati bor odam. Taharati bor odam qurbat degan men ibodat niyati bilan yani taharat ustiga taharat olgan bo'lsa bu suv nimaga aylanadi? May mustamalga aylanadi. Ammo mana nima degan gap sana? Bir odam taharati bor ekan. Taharati bor odam hech bir niyat qilmaylam taharat olgan bo'lsa, niyat qilmabdi. Niyat qilmasdan taharat olgan bo'lsa bu suv may mustamalga aylanmaydi. Tushunarmi? Taharati bor odam taharat elishni niyat qilmay qurbatni niyat qilmay, hech bir niyat qilmay shu bundan shaqablam yuğandek masalan odatda kalvasi yuğandekdan taharat olgan bo'lsa bu suv may mustamal bo'lmaydi. Shu ixtilofning sababini bir şey chiqadi. Kaman sallal mag'rib masalan bir namozshamni o'qigan odamga o'xshashki va makasa ala wudu'ihi ila al-isha. Yani xuftamgacha o'zining tahoratidan turdi. Namozshamga qilgan tahoratidan turdi. Summa tawadda ondan keyin ikkinchi qatim taharat oldi salatul isha. Xuftam namozi uchun ikkinchi qatim taharat oldi. Mush odamning bo'ladi o qurbat uchun taharat olgan odam bo'ladi. Xo'sh, fal ma'ul munfasilu an a'da'il wudu. Xo'sh, endi taharatning a'zolaridan, taharat a'zolaridan bilak, masalan, yuz, qo'l futlardan taharat a'zolaridan ajralgan, ajralib tushgan suv fi suratayn degan ikki suratda, yuqorqi taharat yo'q odamniki taharat olgan suratida yoki taharat bor odamning niyat bilan qurbat niyatidan taharat olgan suratida ma'un musta'malun. Ma'i musta'mal hisoblanadi. Tushunarmi? Shuning uchun endi diqqat qilinchga masala men. Bu odam qudumada taharat elib ondan va sharoqayniki degan shunda bu odam qonni yuvani bunda yuymiz, bunda yuymiz, bunda yandusa may mustamalni yandusa qo'lini nishonda qulab qoladi degan edi. Lekin al-qawlul mu'tamad fil mazhab nima? Bu suv, mushu suv. Taki mishani ajab tushib ketib bo'lmoqchi nimaga aylanmaydi? May mustamalga aylanmaydi. Shu yandusa ma'lum mushkil ekan. Yandusa ma'lum qilsa qo'lni oldiga keniga yandusa bo'laverdi. Nima uchun? Bu taki shu mishani ajab tushmaguncha may mustamalga aylanmaydi. Ajab tushgandan keyin yagi tushib bo'lganda hapsi tushib shu chaqda undan niyat bo'ladi. Law jama'ahu fi ina'in. Agar law jama'ahu yani taharatdan ajab tushgan suvlarni bir qachiqqa jug'lasa fala yajuzu lahu an yatatahhara bihi. Uning bu suv bilan min hadathin asghar aw akbar maratan yana bir qatim kichik taharat yoki cho'ng taharatdan, kichik taharatsizlik yoki cho'ng taharatsizlikdan taharat elishi joiz bo'lmaydi. Fa iza karrara al-wudu'a marratayn amda qachonki taharatni bir odam bir majlisda ikki qatim takror qilgan bo'lsa, kulli halahu bunga ikki qatim aqmoq taharat elishi nima? Makruh bo'ladi. Makruh bo'ladi chunki isrof qiladi. Lekin va yakunul ma'u thani ghayr musta'mal. Ikkinchi qatim olgan taharatniki suyning bu ghayr musta'mal bo'ladi. Ghayr musta'mal bo'ladi, ya'ni may mustamal bo'lmaydi. Nima ikkinchisi buni maqom bo'ladi? Niyatsiz olganma, tartiba qurbat niyatsiz oldima bu shu ghayr musta'mal bo'ladi. Mana bu 5 so'z o'tgandek. Endi xo'sh, va minal qurbati, endi qurbatni qator qilgan, ya'ni
suni mustamalga o'rgatish uchun qurbatni aytish shart edikmi? Ham shu qurbatning qatoriga kiradigan narsalardan bir ghaslul yadi lit-ta'am. Tamoq yeyish uchun qo'lni yuvish. Bir odam taom kelgan bo'lsa, taomni yeyishdan burun qo'lni yuvsa, mushu qo'lni yuvgan suv nimaga aylanadi? May mustamalga aylanadi. Va aw min at-ta'am degan gap yoki taomdan keyin. Bir odam tamoq yeb bo'lgandan keyin qo'lni yuvsa, bu ham nimaga aylanadi? Qurbatni aytadigan bo'lsa, bu ham suv mustamalga aylanadi. Nima ish qilsa? Li vurudil asali bizalika. Chunki ashnola asal kelgan. Ya'ni payg'ambar alayhisalom nima qilgan? Qo'l tamoq yeyishdan burun qo'lni yuvgan, tamoq yeb bo'lgandan keyin qo'lni yuvgan sunnat endi bu. Sunnat bo'lganlik uchun bunda ibodatdan birni qilsa, ibodat qilish uchun qo'lni yuvish deganmi nima ish kirdi? Ma'suni mustamalga aylantirdi. Xo'sh, falau ghasalaha li wasxin. Endi agar bir odam qo'lini bir maynat kirblab qilib qo'lni yuvgan bo'lsa, va huwa mutavaddiun halan ku nima tahorat oluvchidir. Taharati ba odam qo'li maynat qilib qo'lni yuvgan bo'lsa, va lam yaqsil qurbat degan qurbatni niyat qilmagan bo'lsa, la yasiru musta'malan. Bu suv mustamalga aylanmaydi, ka ghasli thawbin va nahi. Xuddi kiyimni yoki kiyimni o'qishni yuvgan o'xshash. Bir odam kiyimini bir suvda yuvgan bo'lsa, endi bu kiyimida nijosat yo'q, faqat kiyimini yuvgan bo'lsa, bu suv nimaga aylanmaydi? Mustamalga aylanmaydi. Bizning ko'nglimizda bu so'z mayna deymiz, lekin shariatda cho'q bu mustamal bo'lmaydi. Nima ish qilsanglar, inson tahorat olganda niyat bilan qo'lni yuvsa, yuzni yuvsa, yuzdagi gunohlar tugilib ketadi. Qo'lni yuvsa, qo'ldagi gunohlar tugilib ketadi. Ya'ni hattoki oxirgi tomchi oxir bilan birga tugiladi gunohlar dedi payg'ambar alayhisalom. Shu gunohlar bor degan gap aslida. Tushundingmi? Meni ma'naviy nijosat bor degan gap. Shu mazmun miyada. Bo'lmasa u suniki maynat yoki pokiza ekanligi u boshqa masala. Shuni nejisdan bo'lmasa, masalan, nejisdan bo'lmagan bo'lsa, suniki yuyilgan suniki tabiatini yo'qotib bo'lgan bo'lsa, tadavvul bo'ladi. Tabiat yo'qolib ketgan bo'lsa, tadavvul bo'lmaydi tabiat. Walau ghasala ba'da a'da'i wudu'ihi. Endi agar o'zining tahorat a'zolarining ba'sini yuvsa, Lisqat farzni ziyadadagi farzni saqlash uchun masalan yuzni yuvish, qo'lni yuvish, futni yuvish farzlik emas qilish. Ashuna ham og'zini chayqamabdi masalan, buni chayqamabdi masalan. Farzlarni saqlash uchun ham tahorat a'zolarining ba'sini yuvgan bo'lsa, fa innahu yasirul ma busu may mustamalga ayrılıyverdi. Nima qali suquti fardihi ittifaqan. Bunun farzi saqt bo'lganlik uchun ittifaqan ittifaqan. Va in kana la yusamma rafu hadath. Agarcha bu taharatsizlikni kütadi deb atalmasa-mu illa ba'da farag'i min al-wudu. Faqat taharatni parg'ilab bo'lgandan keyin taharatsizlik kütadi degan taqdirda-mu fa innahu la yatajazza. U olgan taharati kifoya qilmasa-mu, lekin bu suv nimaga aylanadi? May mustamalga aylanaveradi. Hatta ba'zan farzlar ham masalan yuzni bir odam unkenidan bir qo'lni futini pejgan mas bu to'rt azalgan mas qilib yuqilgan bo'lsa tarat bo'lmaydi. Suv nima bo'ladi? Suv mustamalga aylanaveradi, ammo tarat bo'lmaydi. Hamma kamil azalarni to'liq yumuqcha. Vel ma'ul mustamal emdi. May mustamal işitilgan suv tahirun, o'zi pokdir. May mustamal kiyimga chachab bersa, kiyim maynat bo'lib ketmaydi. G'ayri tahur, ammo nima? Poklik emasdir. Yuzilul anjas, demak adavandagi nijosatlarni yo'qotalaydi va la yarfa'ul ahdath. Taharatsizlikni ko'tarilmaydi. Ya'ni taharatsizlikni yo'qolmaydi. Demak, bizning mazhabda bu masalada ixtilof bor. Chunki Imom Azamning qavlida may mustamalni nima deydi? Najas, g'aliza, nijosat g'aliza deydi. Qattiq nijosat, xuddi to'qinib po'qiday o'xshash nijosat deydi. Ammo Abu Yusuf nima deydi sana? Nijosat xafifa deydi. Imom Muhammad esa tahir deydi. Demek el-fatva şu İmam Muhammed'in kavliga. Bu meselede. Ve an Cabir radıyallahu anh rivayet, Cabir radıyallahu anh dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahudu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yoklap geldi. Ve ana meridun. Men kisel idim. La akıl denge uşum yok. Binasını düşünmeymen. Yani aklım ketken yani uşum yok halette. Fatavadda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldı ve sabba aleyye. Ve bana taharat suyunu şunda çaştı. O kuyu taharat suyunu şunda min vudu'ihi deydi şu. Vudu dese taharat, vudu dese taharat suyu. Şunu ama üzerine taharat suyunu şunda ma kuyu dedi. Feakaltu men derhal uşuma geldi, yani aklıma geldi deydi.
Xo'sh. Demakchi o'g'lim ya-da. Ondan bu hadisni nimaga da'vat qildi desam, o nima bilan, ya'ni may mustamal pak deganga. Payg'ambar alayhisalom agar bu may mustamal bo'lgan bo'lsa, nijosat bo'lgan bo'lsa, uni hargiz quymaydi tartib olsin, uni quymaydi. Chunki namoz o'qiydi-da, namoz o'qiydi odamga. Ammo u pak. Lekin tahorat og'ir bo'lmaydi. Masalan, tahorat og'ir bo'lmaydi degan. Endi wala yajuzu tatahhuru bima'i shajar. Daraxt suvi bilan tahorat qilish joiz bo'lmaydi. Meva suvi bilan tahorat qilish joiz bo'lmaydi. Daraxt suvi degan tal suvi, uzumlarning tallarini iqadigan masalan. Har qanday daraxt suvi masalan, daraxtdan chiqib chiqqan. Daraxt suvi bilan tahorat qilish joiz bo'lmaydi, meva suvi bilan tahorat qilish joiz bo'lmaydi. Walau kharaja bi nafsihi min ghayri asrin. Siqmisimu o'zi nafsi bilan o'zicha chiqqan taqdirda joiz bo'lmaydi. Falam yakun ma'an mutlaqa. U mutlaq suvdan bo'lmagandan keyin, mutlaq suv bo'lmagandan keyin tahorat bo'lmaydi. Demak, bu masalada bizning mazhabda ixtilof bor yani. Bizim mazhabda shar'iy qoida nima degan? Agar siqib chiqilgan bo'lsa tahorat bo'lmaydi, agar o'zi chiqqan bo'lsa tahorat bo'ladi degan bizning qavl mazhabda ixtilofni shar'iy qoida sadr shar'iy bayon qilgan. Ammo al-fatwa mush qavl ustiga deydi. Ya'ni daraxt suvi bo'lsa, meva suvi bo'lsa, ya'ni mutlaq suv degan gap ishlatilmaydi ekan, bu nima? Buningda tahorat bo'lmaydi. Wala yutlaqu alayhi ismul ma'i min ghayri qayd. Ya'ni hech qanday bir qaydsiz suv ishlatilmagandan keyin bunga suv degan ism ishlatilmagandan keyin buni tahorat bo'lmaydi. Shu ma'u ash-shajar, ma'u as-samar, ma'u al-ward demay, al-ma' deb mutlaq suv degan gap ishlatilsa shu chog'dan tahorat bo'ladi, pak bo'lsa. Bu mutlaq tahorat bo'lmaydi. Wal ma'ul muqayyad. Ma'u muqayyad degan huwa ma la tatasara'u ilayhi al-afham. Amma qaydlik suv degan gap, ya'ni yuqoridagidek qaydlik suv deganlar qanday suv desang, ma la tatasara'u ilayhi al-afham inda itlaq ismil ma. Suv degan ismni ishlatgan vaqtimizda zihnlar, fahmlar, ya'ni tushunchalar uningga oldirab bo'lmaydi. Men suv olmaydi, suv qolib qaptim. Suv qanday desam, saf suvni izlaydi. Gul suyini, tal suyini, meva suyini hech kim suv demaydi. Nima deydi? Sharbat, asil, ichimlik deydi masalan aslan. Kama ash-shajar masalan, daraxt suyi va ma'ul ward, gul suyi o'xshash. Wala yajuzu tawaddu bi shay'in min zalik. Yuqor qiladin hech qaysidan tahorat qilish joiz bo'lmaydi. Wala yajuzu tatahhur bima'in zalat tab'am yana bir masala. Suluq tabiiyati yo'qolib ketgan suvdan tahorat qilish joiz bo'lmaydi. Biz ilgirkida suluq sifati yo'qolib ketganini so'zlagan edik. Suluq sifatini furuqi, ta'mi, yedi deb. Endi suluq tabiiyati deb bilas bor. Suluq tabiiyati. Nima suluq tabiiyati degan? Suluq tabiiyati degan va hiya riqqatuhu va sayalanuhu. Suniki nimaligi? Suyuqligi, riqqa, suyuqligi va sayalanuhu suvning eqishchanligi, oqadigan. Buni tugab qo'ysa oqadigan. Uni oqmay turib qolmay, quyog'ilab qolmay, oqadigan, eqishchanligi va suyuqligi. Buni shar'iy qoida faqatlam mush ikkisini tilga olgan, ammo Nurul Idah, Malaqil Falah nima? Nurul Idah degan kitoblarda, Malaqil Falah degan kitoblarda, undan boshqa Hashiyat ibn Abidin va bu kitobda masalan nima tilga 4 narsa tilga suvning tabiiyati nima? Biri riqqa, suyuqligi, sayalanu, ikkinchisi eqishchanligi, uchinchisi irva'uhu, qandurishchanligi. Ya'ni issa adam qanadigan, suvga qanadigan, qandurishchanligi. Dördüncüsü imbat, ündürüş roluğu östürüş. Bunda mevelerge bir nasıl kuysa, giyahlarını ündürüp östürüdüğün. Bunda nimiga rolü bolsa, suluk tabiiyeti bağlagan bo'ladi. Ammo mushtabiyatlar yo'qolib ketish uchun suluk tabiiyeti qolmagan bo'ladi. Bir tabaq masalan, qaynatishlar. Suni qaynatib, ho'g'aylantiribdi masalan. Yoki suni masalan, binahvi bitabxi binahvi jamidi hummusin ve ades mesela. Hummus degan gap no'qut, ades degan puchaq mesela. Puchaq no'qutlar bilan qattiq puchaq no'qutlar bilan qaynatib bu suv nimaga aylanib ketadi? Keyin suluq tabiiyat yo'qolib, sariq boshqa bir holatga aylanib ketadi. Usab kelgan odamga adasdan bir adas sho'rpsini ichsang suv chiqmaydi-ku. Suv degan boshqa narsa. Eqishchalik yo'qolib ketadi, suyuqlik yo'qolib ketadi masalan. Endi masalan hallodan bir ekib, hallo umashdan bir ekib nimaga gulga olib qo'ysang, binas unib chiqmaydi. O'stirish rolimi yo'qolib ketadi masalan. Xuddi shuningdek. Li'annahu idha barada sakhuna. Chunki u suvg'a vaqtida ketib qoladi. Suyuqdagi qilgan bilan masalan adas no'qutlarni qaynatib berdim. Adas qaynatgan bo'lsa, qurgandan keyin nima, suvgandan keyin qattiq holatga kelib qoladi, ketib qoladi.
Ve misluhu ida tabaka xuddi shunga o'xshashdir. Ida tabaka bi sidrin. Sidrni silib, sidr degan bir daraxtning ismi shox. Sidrni silib qaynatgan bo'lsa, fasara bihi thaqinan. Shuni sidrni silib qaynatib suv nimaga quyog'lab qolgan bo'lsa, la yajuzu tatahhur bihi. Uni bilan tartilish joiz bo'lmaydi. Ve in baqiya ala riqatihi jaz. Agar suv quyog'lab qolmay, suyuq bilan qolgan bo'lsa, tartilish joiz bo'ladi. Ve la yemna'u javaz al-vudu'i bil-ma'i taghayyur awsafi kullaha bi jamidin qalatahu duna tabakh. Endi suvning sifatlarini bilana, suvning tabiatini bilan suvning sifatlari degan turqi hidi ta'mi. Suvning sifatlarining hammasini bir jamid degan gap, suyuq emasa, suyuq narsa olishib qolsa, hukm boshqa. Jamid, quyuq narsa, qattiq narsa olishib qolsa, buni hukmi. Qattiq narsa olishib qolsa, duna tabakh qaynatmasdan. O'tda tashqi bir narsa ta'sir kuchitib qaynatmasdan, balki suvga masalan daraxt g'azalini tushibdi masalan. Za'faron tushibdi va pakiya meva tushibdi. Varaq shajar daraxt g'azalini tushibdi suvga masalan. Shundan suniki rangi yoki ta'mi yoki nima desa o'zib ketibdi, anaqa. Pulga o'zib ketgan bo'lsa, tarat edish joiz bo'ladi bunda. Nimish qilsa li hadisil muhrim ihrom bog'liqchining hadisini eshitdimki, va qasathu naqatuhu, uning tugisi uning bo'ynini sindirib o'tgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishini suv bilan va sidr bilan yuvish buyurgan edi. Demak, agar u nijosat bo'lsa, tarat ag'il bo'lmaydigan bo'lsa masalan, pok bo'lib, tarat ag'il bo'lmaydigan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom uyliklarni, meyitlarni uni yuvish buyurmaydi. Meyitlar degan cho'qim pok suv bilan yuvilish kerak. Yajuzu tathiru bihi degan unda suv bilan tarat edish joiz bo'ladi. Ham paklash, tarat edish va paklash joiz bo'ladi. Ve in taghayyara lawnul ma, garchi suvning rangi o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, ta'mi yoki hidi o'zgarib ketgan bo'lsa-mu, chunki ismul ma'i baqi. Bu holatda suv degan ismi nima qolib qolguchidir. Va la yajuzu tatahhuru bi ma'in ghalaba o'xshamdir. Ma masal tugdima. Endi suyuqlik olishib qilib, andin ikki dona suftuva, ikki xil suftuva bir suyuqlik olishib qilib, undan suv g'olib bo'lgan suv bilan nima qilinmaydi, tartag'il bo'lmaydi. بمعنى غلبه مائع له وصفان شنو ما فأظهر فيه وصفا واحدا كلون فقط مثلا شكل بناسنا شكل سطوانا سكين صفات يعني شو عندك نما فراق تام هيت أمد بناسنا فقط شكل بس كين شكل سطوانا سكين شكل سطوانا سا سوالش فقام بوسا سوق أما قد خلاص وصا بنوك باشقا سوق ناس نجيبهم سوق ناس دن suv olishib qolgan bo'lsa, agar bir sifat oshkor bo'lsa-mu, tartib qilinmaydi. Tushuningmi? Agar mana bu gapda agar 3 sifat narsa olishib qolgan bo'lsa, bir sifat oshkor bo'lsa, 2 sifat oshkor bo'lsa tartib bo'ladi. Mana tushuningmi? Aw ta'mun yoki ta'mi masalan. Fa'zara fi wasfan wahidan kalawnin faqat masalan. Yangalam oshkor olibdi masalan yoki ta'milam oshkor olibdi. كالحليب الذي مثلا sütga o'xshash مثلا sütniki qancha süt var, ikki süt var. Bir rengi oq, ta'mi jo tatlı qayna. Süt ta'mi var. Mesela sütga o'xshash, pulq yo'q sütning. Bunda sütga o'xshash narsani suv olib chiqqan bo'lsa, fa in lam yujad jaza bihi al-wudu' deydi. Fa in lam yujad jaza bihi al-wudu'. Agar shu sifatdan bir topilmasa, ikki sifatdan bir topilmasa, bundan tartilish joiz bo'ladi. Va in vujida ahaduhuma, agar ikki sifatning bir topilib qolsa nima, bundan suv bilan tartilish joiz bo'lmaydi. Xo'sh. Va la yajuzu tatahhuru bima'in ghalabahu ma'i'un lahu wasfun wahid. Endi bir suftuva, faqat bir suftuva suyuqlik olib ketgan bo'lsa, bir suvga g'olib bo'lgan bo'lsa, bu suv bilan ham tartilish joiz bo'lmaydi. Masalan, fa'azharahu fihi, shuni bilan shu bir xil sifatni shu suvda oshkor qilgan bo'lsa, masalan, kama'il vard masalan, gül suyu ve ma'iz zahar, çiçek suyu mesela. Gül suyu, çiçek suyu diyorlar, fakat bunun rengi yok. Rengi ak, süzük. Anladın? Fakat lan fırık var. Kuşfurak fıraydı. Bunda kuşfurak fıraydıgan sular demek alışıp ketken bolsa, su alışıp ketken bolsa, sunun rengi kuşfurak olan kalan bolsa tart ağılmaydı. Ama kuşfurak bulmagan bolsa tart ağılı bunu yürüdü. ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوبا بطعم التمر. Hoş emdi xorma şerbeti bilen tartilish joiz bo'lmaydi. Demişqa لتغير طعم الماء, sunun ta'mi o'zgarib ketganligi va sayrurat va sunun mag'luban bi ta'mi tamr, xormaning ta'mi bilan
mag'lub bo'lib ketganligining jetidan xurma sharbati bilan tartib qilinmaydi. Nimishqa? Fakana fi ma'nal ma'il muqayyad. Bu joqda bu may muqayyatning ma'nosida hukmida bo'ladi. Xurma sharbati deymiz, su demaymiz uni. Nabidut tamir deymiz joqda. Su demay, nabidut tamir deymiz. Ve bil kıyasi akada Ebu Yusuf. Ebu Yusuf rahimahullah kıyas bilen aldı bu hükümünü. Ve dedi ki la yecuzu tevaddu'u bihi. Onu bilen tertiliş caiz bulmaydı dedi. İlla enne Ebu Hanife rahimahullah. Bırak Ebu Hanife rahimahullah terekel kıyase bin nas. Nas kâge vaktida kıyasını terk etti. Ve huve o nas boz kaysidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hadisidir. Ennehu kal. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh mudakıdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mudakıdı genedi. Semeratun tayyibetun ve ma'un tahur genedi. Xurma degan bu pak mevadir ve ma'un tahur, tahorat og'ir bo'ladigan sudur degan edi. Shuning uchun Imom Azam Abu Hanifa rahimahullah qiyosni tekatgan, demak, xurma sharbatidan boshqa suv bo'lmasa tahoratasi bo'ladi degan. Va la yajuzu tatahhuru bima'in ghalabahu ma'i'un lahu thalathatu awsaf. Xo'sh, endi bir suvga 3 xil sifati va suyuqlikdan birisi ayrılışıp qilib g'olib bo'lgan bo'lsa, bununla tartiliş caiz olmaydı. Yani qanday qilib, yani fa'il tafsil, yani azhara fihi vasfayni. Bu suda onun ikki sifatini oshkor qilgan bo'lsa, bu narsa kal xalli masalan, ochiq suv o'xshash, sirka ochiq suv o'xshashki, lahu lawnun, ochiq suvniki rangi bor va ta'mun ta'mi bor va ra'iha furq bor. Ochiq suv sug'orib qilgan bo'lsa, suvniki ta'mini, yani rengini yoki ta'mini, furqini ikki sifatini o'zgartirgan bo'lsa tartib qilinmaydi. Ammo bir sifatini o'zgartirib ikki sifatini o'zgartirmagan bo'lsa tartib bo'ladi. Fa in wujida fil ma'i wasfayn, agar suda ikki sifat topilsa, raihatan, furaq, tam masalan, muni'a javoz tatahhur, undan tartibning joizligi cheklandi. Va in wujida, agar suda bir sifat topilgan bo'lsa, la yumna, tusal cheklanmaydi. Va la yajuzu tatahhuru bima'in ghalaba. Xo'sh, yana bir masala. Endi hech qanday bir sifati yo'q, bir suyuqlik suv olib qolgan bo'lsa, uni bilan tartilish joiz bo'lmaydi. Val ghalabatu fihi bil vazn. Anda bo'lsa, buni qanday g'olib bo'lish gap emas, g'olib bo'lish gap jiqilib ketgan gap. Buning g'olib bo'lganini qanday o'qimaymiz desa, buning g'olib bo'lganini val ghalabatu fihi bil vazn. Buning g'olib bo'lganini vazn bilan, kilolab bilamiz, kilolab tartib, kilolab bilamiz. Fa in ghalaba al ma'i'u vaznan, agar yana ig'liq jihatda ayrılışıp ketken suyuqluq köp bo'lsa, la yajuzu tatahhur bi, uni bilan tartilish joiz bo'lmaydi. Ammo ig'liq jihatda suvninki ig'liq köp bo'lsa, bundan tartilish joiz bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillah.